Jannatga kiramanmi, kirmayman, birodar? Robbing haqida yaxshi gumonda bo'l. Jannatga kirasan inshaalloh. Shafaat bor. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning shafaatlari bor. Bir banda mo'min dunyoda iymon bilan o'tgan, lekin gunohlari ko'p. Do'zaxga hukm qilindi. Do'zaxga olib kirib ketayotganda, do'zaxni eshigidan o'tib ketayotib turib, ostonasiga borib, kirib ketayotib turib, orqaga bir o'girib qo'yiladi deyiladi. Orqaga qarab qo'yar ekan, xuddi bir oxirgi, to'xtatinglar deyishini kutgandaqa. Shunda Alloh taolo to'xtatinglar dedi malaikalarga. To'xtatishadi. Ey banda, nimaga orqaga qarading? Parvardigor, sen haqingda meni gumonim bunaqa emas edi. Seni bunaqa qiladi deb o'ylagan emasman men. Nima deb o'ylagansan? Ha, meni kechirib jannatga kirgizadi deb o'ylaganman deganda to'xtatinglar, kirgizinglar jannatga buni deydi. Kirasan inshaalloh jannatga. Faqat iymon bilan yasha, iymon bilan o't. O'zingga jannatni eslat. Dunyoda mushkullarni unutishing,